Assalomu alaykum hammaga. Bugun 5-variant, asosiy blok uchun 5-variant test savollarini tahlil qilamiz. Demak, bizda birinchi savol. Birdan 5gacha raqam berilgan. Bu raqamlardan foydalanib nechta 4 xonali son tuzish mumkin? Bunda raqamlar har bir sonda bir martadan ortiq takrorlanmaydi. Ya'ni takrorsiz. Bu misolni ishlashda mana bunday o'rinlardan foydalanamiz. Ya'ni 4 ta o'rin bor bizda. 4 xonali son bo'lgani uchun 5 ta elementimiz bor. Birinchi o'ringa mana shu 5 ta elementdan, ya'ni bizda 5 ta variant bor. Ixtiyoriy 5 ta variant ichidan bittasini tanlashimiz mumkin. Ikkinchi o'rin uchun esa 4 ta variant qoladi. Chunki birinchi o'ringa 5 ta variant ichidan bittasini tanlagan bo'lamiz. O'z navbatida keyingi o'ringa 3 ta va 2 ta elementlar qoladi va bu ish bir-biriga bog'liq holda sodir bo'lgani uchun bu kombinatsiyalarni ko'paytiramiz. Shunda bizda 120 ta holat bo'ladi. Ya'ni quyidagi raqamlardan foydalanib 4 xonali sonlar 120 ta tuzish mumkin. Javobimiz bu. Ikkinchi savol. Logaritmik tenglama. Demak, bu tenglamada suratni qisqa ko'paytirish formulasi orqali kvadratlar ayirmasi orqali ikkita qavsga ajratib olamiz. LG 99 minus LG 11 birinchi qavs. LG 99 plus LG 11 bu ikkinchi qavs bo'ladi. Mahrajda esa to'rni 2 ko'paytirilgan 2 LG 3 deb yozib olamiz. Teng LG x minus 1. Mahrajdagi ikkalardan bittasini logaritmni ko'rsatkichiga daraja sifatida olib kiramiz. Bizda birinchi qavsni hisoblasak, logaritm xossasiga ko'ra LG 99 taqsim 11 bo'ladi, ya'ni 9. Ko'paytirilgan ikkinchi qavs esa ko'paytiriladi. LG 99 ko'paytirilgan 11. Taqsim mahrajda 2 ko'paytirilgan LG 9 deb yozishimiz mumkin. Ya'ni 2 ni ko'rsatkichni darajasiga olib kirib hisoblasak. LG x minus 1. Demak, bu holatda LG 9lar qisqarib ketadi. 2 ni proporsiya yo'li orqali ikkinchi tarafga olib o'tamiz. 99 ko'paytirilgan 11 teng bo'ladi. 2 ni ham ko'rsatkichni darajasida yozsak, LG x minus 1 ni kvadrati bo'ladi. Logaritmlarni tashlab yuboramiz. 99 ko'paytirilgan 11 teng bo'ladi x minus 1 ning kvadrati. Mana bu 99 ko'paytirilgan 11 ni quyidagicha ifodalasak ham bo'ladi. Ya'ni 33 ni kvadrati. Har ikkala tarafdan ildiz olamiz. Modulda x minus 1 chiqadi bizda, teng bo'ladi 33 ga. Modulli tenglama 1 marta 33 ga, 1 marta minus 33 ga tenglaymiz. Va bizda yechimlarimiz x teng, birinchi yechim 34, ikkinchi yechim minus 32 ga teng bo'ladi. Logaritmni aniqlang sohasi bor bizda. Mana ko'rishingiz mumkin. X minus 1. X minus 1 bizda 0 dan katta bo'lishi kerak. Uning uchun, ya'ni bu uchun x imiz 1 dan katta bo'lishi kerak. Demak, yechimlar ichida faqat 34 to'g'ri keladi. Javob D. Uchinchi savol.
A ning qanday qiymatida x teng 2 to'g'ri chiziq. Mana bu parabolani simmetriya o'qidan 3/1 o'ngida turadi. Mana shu savolda tushunishingiz uchun parabola eskizidan foydalanaman. Ya'ni ixtiyoriy bizda parabola eskizi bo'lsin. Buni simmetriya o'qi bilamizki, x teng x0 formula orqali topiladi. Mana bu x0. X teng x0 formula orqali topiladi. Bizda savolda x teng 2 to'g'ri chiziq parabola simmetriya o'qidan 3/1 o'ngda yotadi degan. Ya'ni mana shu x0 nuqtamizdan 3/1 o'ngda x teng 2 degan to'g'ri chiziq yotsa, bu y ga parallel 2 dan o'tadigan to'g'ri chiziq grafigi bo'ladi. Bizda parabolani x0 ya'ni simmetriya o'qini topish formulasi -b taqsim 2a ga teng. Berilgan tenglamadan hisoblab chiqsak, -b bizda 2 ko'paytirilgan a plus 3 ga taqsim a esa a plus 1 bo'lgani uchun 2 ko'paytirilgan a plus 1 ga teng bo'ladi. Mana shu parabola uchi x teng 2 to'g'ri chiziqdan 3/1 chapda yotadi. Ya'ni 2 ga nisbatan olinsa, 3/1 chapda yotsa, 2 dan 3 ni ayiramiz, -1 ga teng bo'ladi. A plus 3 teng bo'ladi -a plus 1 ga. 2a esa teng bo'ladi -4 ga. A imiz teng -2 ga. Demak, javobimiz C. 4-savol. Binom yoyilganda hosil bo'ladigan ozod xatni toping. 4-daraja, ya'ni qavsimiz 4-daraja bo'lgani uchun buni qisqa ko'paytirish formulasi yordamida aniqlasak ham bo'ladi. Ya'ni x - 2 taqsim 2 ni x ni kvadrati deb ifodalasak, birinchi qavsni ochamiz. Bu bizda x kvadrat minus 4 plus 4 taqsim x kvadrat ning kvadrati bo'ladi. Va buni quyidagi formula orqali a plus b plus c ning kvadrati orqali ifodalaydigan bo'lsak, biz bilamiz bu formulalarni. A bizda x kvadrat, b o'rnida -4 turibdi, c o'rnida 4 taqsim x kvadrat. Barchasini joylashtirib chiqamiz. X ni 4-si plus 16 plus 16 taqsim x ni 4-si plus 2 ko'paytirilgan AB, ya'ni mana bu 3 ta sonni o'zaro ko'paytmasi. 4 x kvadrat bilan 4 taqsim x kvadratni ko'paytirsam 4 ga teng bo'ladi. X kvadratni -4 ga ko'paytirsam -4x kvadrat va oxirgisi -16 taqsim x kvadratga teng bo'ladi. Bizda ozod xat so'ralgan. Shuning uchun 2 ni qavs ochib ko'paytirsak 4 ga ko'paytirilsa 8 ga teng bo'ladi va qavs tashqarisida ozod xatimiz 16. Bular yig'indisi 24 ga teng bo'ladi. Javobimiz D. Keyingi savol 5-savol bizda davriy kasrlar. Oddiy kasr ko'rinishida yozib olsam 8,61 taqsim 61. Shu 61 ni ham qayerdan kelganini yozib ketaman. 67 minus 6 taqsim 90 minus 3,8 taqsim 9 bo'ladi. Shunda bizda 8,61 taqsim 90 minus buni 10 ga ko'paytirib umumiy mahraj beradigan bo'lsam 3,80 taqsim 90 ga teng bo'ladi. Bu teng 8 dan 1 butunini
kasrga qo'shib hisoblasak 7,90 ni qo'shsak 151 taqsim 90 bo'ladi. Minus 3,80 taqsim 90. Buni ayirib hisoblaymiz. 4,71 taqsim 90 ga teng bo'ladi. Javoblar noto'g'ri kasrda berilgan. Noto'g'ri kasrga aylantirib qo'yamiz. 360 bo'lsa 431 taqsim 90 ga teng bo'ladi. Javob B. Oltinchi savolimiz minus 3, 6, 8 va x sonlarning o'rta arifmetiki y ni 1 taqsim 3 qismiga teng. Agar quyidagi shart berilgan bo'lsa y ni toping degan. O'rta arifmetik hisoblash bilamiz biz. Minus 3 plus 6 plus 8 plus x ni nechta son qatnashgan bo'lsa shunga nisbati, ya'ni 4 ga nisbati. Bu teng ekan y ni 1 taqsim 3 qismiga, ya'ni y taqsim 3 bo'ladi. Proporsiya yo'li orqali hisoblaymiz buni. Minus 11 bo'lyapti. 3 ni ko'paytirsak 33 plus 3x teng bo'ladi 4y ga. Demak minus 3x plus 4y teng 33 deb yozsak ham bo'ladi. 3x ni tenglikni ikkinchi qismiga olib o'tib. Bizda yana bitta shart bor. 3x minus 2y teng 15. Sistema qo'shish usulidan foydalanamiz. 4y minus 2y 2y ga teng bo'ladi. Teng bu 48. Y'imiz teng bo'ladi 24 ga. Javobimiz B. Keyingi savol 7-savol 1 dan 25 gacha raqamlangan 25 ta sharcha xaltaga solindi. Ixtiyoriy olingan sharni 4 ga karrali yoki 12 ga karrali bo'lish ehtimolini toping. Ehtimollik bizda umumiy bitta formula bilan hisoblanadi, ya'ni P teng, ya'ni qandaydir hodisani ro'y berish ehtimoli K taqsim M. K bizda kerakli imkoniyatlar soni, ya'ni hodisa ro'y berish uchun. N bo'lsa umumiy imkoniyatlar soni. Bizda biz uchun kerakli bo'lgan imkoniyatlar deydigan bo'lsak, 4 ga karrali sonlar 1 dan 25 gacha nechta bor? 4 ga karrali sonlar. Buni topish uchun 25 ni 4 ga bo'lib hisoblasak ham bo'ladi. 6 ta bizda 4 ga karrali sonlar. Umumiy 25 ta son. Yoki, ya'ni buni ikkinchi holat sifatida ko'rib chiqamiz. 17 ga karrali bo'lish ehtimoli esa 1 dan 25 gacha 17 ga karrali bo'lgan son bitta. Umumiy imkoniyat 25 ta. Hodisalar alohida bir-biriga bog'liq bo'lmaganligi uchun bularni qo'shish usulidan foydalanib hisoblaymiz. 7 taqsim 25 ga teng bo'ladi. Javobimiz C. 8-savol. Tenglama berilgan, ildizlar kvadratlari yig'indisini toping debdi. Demak, bu tenglamada berilgan ikkita haddan x kvadratni qavsdan tashqariga olib chiqsak, 3 darajasida ildiz ostida x plus 2 minus 9 qoladi. Tenglikni ikkinchi qismidan 6 ni qavsdan tashqariga olib chiqsak, 3 darajasida x plus 2 minus 9 ga teng bo'ladi. Qavslarni qisqartiramiz va bu qisqartirishdan so'ng qavsni 0 ga tenglab yechim olib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Qoldi x plus 2 teng bo'ladi 2 ga, x plus 2 4 ga teng, x teng 2. Bizda qisqartirishdan so'ng x kvadrat teng 6 degan ifodamiz qoldi. X teng bo'ladi bu holatda plus minus ildiz ostida 6. Yechimlar sifatida x teng ildiz ostida 6, x teng 2 degan javoblarni qabul qilamiz. Nima uchun? Chunki bizda ildizni aniqlanish sohasi bor. X plus 2 0 dan katta bo'lishi kerak.
U holda x'imiz katta bo'lyapti -2 dan. Minus ilzosida 6 esa bu oraliqqa to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ikkita yechim oldik. Kvadratlar yig'indisini hisoblang debdi. Ilzo 6 ning kvadrati 6 plus 2 ning kvadrati 4 va bizda javobimiz 10 ga teng bo'ladi. 9-savol modulli tenglama. Modulli tenglamani umumiy yo'ldan foydalanib ishlaymiz. X kvadrat plus 3x plus 7 teng modulda 4x minus 25. Sonlar o'qi. Modulni 0 ga tenglab, sonlar o'qida bu qiymatni belgilaymiz. 25 taqsim 4. Va bizda mana shu chegara bo'ladi. Ya'ni musbat va manfiyning chegarasi. A oraliq desak, B oraliq desak, A oraliqda modul qanday ochiladi, B oraliqda modul qanday ochiladi. Odatda ya'ni manfiy musbat ishorasini aniqlash uchun mana shu oraliqdan ixtiyoriy son tanlab x ni o'rniga qo'yib hisoblasak bo'ladi. A oraliqda bizda modul manfiy ochiladi. X kvadrat plus 3x plus 7 teng minus 4x plus 5. Soddalashtirib hisoblab chiqamiz. 7x minus 18 teng 0. Bet orqali hisoblasak bo'ladi. Minus 9 bilan 2. B oraliq. B oraliqda musbat ochiladi. X kvadrat plus 3x plus 7 teng 4x minus 25. X kvadrat minus x plus 32 teng 0 bo'ladi. Bu yerda diskriminantimiz manfiy, yechim yo'q. Qo'sh to'plam. A oraliqda minus 9 va 2 yechimlari A oraliqda borligi, ya'ni bu oraliqqa tegishli bo'lgani uchun ikkala yechimni ham qabul qilamiz. Nechta haqiqiy ildizga ega debdi. Demak, bizda tenglamamiz ikkita haqiqiy ildizga ega. 10-savol. Agar ABCD parallelogramda quyidagi shartlar berilgan bo'lsa, chizamiz. Mana bu yuzi 12 ga teng va 3EF teng FB ga. FB ni FE ga nisbati 3/1 kabi. Bo'yalgan soha yuzasini toping degan. Demak, mana bu x, bu 3x ga teng bo'ladi. Biz f burchaklar tengligini va b burchak va e burchak tengligini bilamiz. Ya'ni ichki almashinuvchi burchaklar teng, vertikal burchaklar teng. Bu yerda o'xshash uchburchaklarni ko'rishimiz mumkin. A, F, E va B, F, C degan uchburchaklar. O'xshashlik koeffitsiyenti mana bu berilgan tomondan ko'rinib turibdi, 3 ga teng. Demak, yuzalarda esa bu 9 ga teng bo'ladi. Shuning uchun mana buni s deb belgilab bo'lsak, 12 taqsim s teng bo'ladi 1 taqsim 9 ga. Bu yerdan s ni hisoblaydigan bo'lsak, 108 ga teng bo'ladi. Demak, yuzamiz 108 ga teng. Endi bizga BAF uchburchak yuzasi kerak bo'ladi. Bu uchburchak yuzasini qanday topamiz? BAE uchburchakni chizib olsam, mana bu yuzi 12 ga teng, tomonlarimiz x ga 3x. Ya'ni BAE uchburchakni chizib oldim. Mana bu yuzani belgilaymiz s bilan. S' taqsim 12 teng bo'ladi 3 taqsim 1 ga. Ya'ni bizda shunday xossamız bor. Uchburchakda ixtiyoriy kesma tomonlarni qanday nisbatda ajratsa, yuzalarni ham xuddi shunday nisbatda
ajratadi. S shtrix teng bo'ladi 36 ga. Bu yuzamiz 36 ga teng bo'ldi. Parallelogram diagonali parallelogramni teng ikkita uchburchakka ajratadi. Ya'ni mana bu yuzalar yig'indisi bilan bu yerdagi yuzalar yig'indisi teng bo'lishi kerak. 36 plus 108 teng bo'ladi 12 plus S E F S D desak, bu yuzamiz teng bo'ladi 12 minus 4 132 ga. Demak bizda bo'yalgan soha yuzasi 132 ga teng. Javobimiz A. 11-savol. Funksiya berilgan, kvadrat funksiyani eng katta qiymati minus 2 ga teng va unga x teng 2 nuqtada yetishadi. Biz ixtiyoriy funksiyani eng katta qiymatini topish uchun u funksiyadan hosil olamiz. Hosil olsak minus 2x plus b ga teng bo'ladi va hosilani 0 ga aylantiramiz. 0 ga tenglaymiz va bizda eng katta qiymatga erishtiruvchi nuqta kelib chiqadi. Va bu nuqta berilgan bizda x teng 2 deb. Ya'ni minus 2x plus b ni 0 ga tenglasam x 2 chiqadi. Bu ma'lumot bizda bor. X ni o'rniga 2 qo'ysam b teng bo'ladi 4 ga. Eng katta qiymat qanday topiladi? Mana shu 2 degan nuqtani hosila olinmagan funksiyaga o'rniga qo'yib hisoblasak, biz eng katta qiymatga erishamiz. Minus 4, b bizda 4 chiqdi. Shuning uchun 2 qo'ysam 8 bo'ladi. Plus 8 plus s teng minus 2 ga. Mana bu bizda berilgan. Minus 2 ga teng bo'ldi. S teng bo'ladi minus 6 ga. S bor, b ni topdik va bizdan b ko'paytirilgan s ni so'rayapti. Ko'paytma minus 24 ga teng bo'ladi. 12-savol. Ko'pxatni ko'paytuvchiga ajrating. Bu ko'pxatni guruhlash usuli bilan ko'paytuvchiga ajratsak bo'ladi. Ax kvadrat bilan ax y ni bitta guruh, bx y bilan by kvadratni bitta guruh olsak, qolgani bizda yana bitta guruh bo'ladi. Birinchi belgilagan ko'pxatimdan ax ni olib chiqsam, qavsdan tashqariga x plus y qoladi bizda. Keyingi bx y va by kvadratdan by ni qavsdan tashqariga olib chiqsam, x plus y qoladi va so'nggisidan s ni olib chiqib ketamiz, x plus y qoladi. Umumiy x plus y ni qavsdan tashqariga olib chiqadigan bo'lsak, ax plus by plus s qoladi bizda ikkinchi qavsda. Va bu javobimiz D variantga to'g'ri kelyapti. 13-savol trigonometrik tenglama. Demak, bu savolda kosinus 2x ni 1 minus ikkilangan burchak bo'yicha yozib olamiz. 1 minus 2 sinus kvadrat x degan formulasidan foydalanamiz. Chunki qolgan qismda ham sinus qatnashgan. 1 minus 2 sinus kvadrat x plus sinus x minus 1 teng 0. Birlarni qisqartirib olamiz va sinus x ni qavsdan tashqariga olib chiqsak, bizda 2 sinus x minus 1 teng 0 tenglik qoladi. Har bir qavsni 0 ga tenglaymiz. Sinus x teng 0. Bu holda x imiz pn ga teng bo'ladi. Sinus x imiz teng ikkinchi qavsda 1 taqsim 2. Bu holda x imiz pi taqsim 6 plus 2 pn. İkinci yıldız 5 pi taqsim 6 plus 2 pi n. Bizda savol berilyapti 0 u 2 pi oralig'ida,
Nechta ildiz mavjud? Birlik aylana 0 nuqtamiz yechim bo'la oladi, chunki x dan p n yechimlar ichida bor. P nuqtamiz ham yechim bo'la oladi ikkita va 2p, ya'ni 0, 2p nuqtalarimiz. Bu yerda p va birinchi chorakda p taqsim 6 degan yechimimiz bor, ikkinchi chorakda 5p taqsim 6. Umumiy bizda 5 ta javob bo'lyapti. 0,2p da javobimiz D. 14-savol. Chizmada kub tasvirlangan. Agar quyidagi tenglik berilgan bo'lib, kubni sirti 96 ga teng bo'lsa, bo'yalgan soq yuzasini so'ragan. Bizda mana bu shartda ozgina kamchilik bor. Buni lekin chizma orqali qaysi kesmalar tengligini ko'rishimiz mumkin. Kubni sirti 96 ga teng bo'lsa, kubni sirti bizda 6a kvadratga teng va bu 96. A kvadrat bundan kelib chiqadi 16 ga teng. A kubni qirrasi esa 4 ga teng bo'ladi. Mana bu kubni qirrasi 4. Teng 2 ga bo'lingani uchun bular 2 ga teng bo'ladi. Mana bu qism ham 4 ga teng bo'ladi. Va Pifagor teoremasi orqali KS kesma uzunligini topishimiz mumkin bo'ladi. KS kesma uzunligi Pifagor teoremasidan 2 kvadrat plus 4 kvadrati teng KS kvadratiga. KS teng bo'ladi 4, 16, 20 bo'lsa 2 yuz ostida 5 ga. 2 yuz ostida 5 ga. Va o'z navbatida KD shtrix ham 2 yuz ostida 5 ga teng bo'ladi. Sababi mana D shtrix va S shtrix qirra ham 4 ga teng. K S shtrix esa 2 ga teng. Pifagor teoremasini qo'llasak, u yerda ham 2 yuz ostida 5 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Teng yo'l uchburchak hosil bo'ldi bizda. Asosga balandlik tushirish orqali balandligini topib olsak bo'ladi. Bizda T shtrix S, ya'ni diagonal 4 yuz ostida 2 ga teng bo'ladi. Qirra 4 bo'lgani uchun. Bu formulani sizlarga ko'p yozib berdim. Ya'ni 4 qirra teng yo'lli to'g'ri uchburchakda 4 yuz ostida 2 ga teng bo'ladi. Teng 2 ga bo'lsa balandligimiz 2 yuz ostida 2 ga teng bo'ladi va Pifagor teoremasi orqali mana bu h ni topishimiz mumkin. H teng bo'ladi 2 yuz ostida 5 ni kvadratidan ayiramiz 2 yuz ostida 2 ni kvadratini. H teng bo'ladi 20 minus 8 12 h kvadrat. H'imiz bo'lsa 2 yuz ostida 3 ga teng bo'ladi. Yuzani hisoblashni bilamiz. H ni ko'paytiraman o'zi tushgan tomon, ya'ni 4 yuz ostida 2 ga bo'lamiz. Ikkilar qisqarib ketsa 4 yuz ostida 6 ga teng bo'ladi. Javobimiz D. 15-savol. Demak, bu savolda berilgan ifodani daraja xassasidan foydalanib quyidagicha yozib olaman. Bu 60 ga teng. 6 ning enisi esa 10 ga teng bo'ladi. Va bizdan so'ralgan ifoda 42 ning enisini 6 ning enisi ko'paytirilgan 7 ning enisi plus 252 esa 6 ning 2 enisi ko'paytirilgan 7 ning enisi orqali ifodalasak bo'ladi. Taqsim 7 ning enisi. 7 ning eninchilarini qisqartirib 6 ning enisi plus 6 ning enisi deb yozsam tushunarliroq bo'ladi. Va 6 ning enisi bizda 10 ga teng plus 10 ko'paytirilgan 10 100 bo'ladi. Yig'inda esa 110 ga teng bo'ladi. Javobimiz D. 16-savol. Radiusi 5 ga teng bo'lgan aylanani 8 ga teng vatari hosil qilgan kichik segmentga ichki chizilgan eng katta radiusli
aylana radiusini so'ragan. Demak, bizda radius 5 cm bo'lgan aylana berilgan. Va 8 cm ga teng kvatar. Radiusimiz esa 5. Biz mana shu markazdan eng uzoq nuqtani hisoblasak, bu radius bo'ladi albatta. Bizga bu segmentga, mana kichik segmentga chizilgan eng katta radiusli aylanani radiusini so'rayapti. Demak, bu mana bu holatda radiusimiz, ya'ni aylanamizni chizishimiz mumkin. Eng uzoq nuqtasiga urinma bo'lib o'tadi, ya'ni bu holatda radiuslarimiz 5, vatarimiz 8 ga teng. Quyidagi holatda teng 2 ga bo'linadi va mana bu radiusimiz vatargacha bo'lgan qismi 3 ga teng bo'ladi. Qolgan qismi esa bizda 2 ga teng bo'ladi. Va bu kichik aylanani diametri, kichik aylanani radiusi esa 1 ga teng bo'ladi. Javobimiz D. Keyingi savolga o'tamiz. 17-savol. Geometrik progressiyada quyidagi ma'lumotlar berilgan. Birinchi ma'lumotdan B1 ni qavsdan tashqariga olib chiqsak, 1 plus q qavs ichida qoladi, teng 8 ga. Ikkinchisida esa B1 ko'paytirilgan q ni qavsdan tashqariga olib chiqamiz. 1 plus q kvadrat qoladi bizda. Bu 24 ga teng. Nisbat olsak, 1 taqsim q teng bo'ladi 1 taqsim 3 ga. U holda q teng bo'ladi 3 ga. Bu 3 ga teng bo'lsa, birinchi shartda 1 plus q teng 8 tengligimiz bor edi. Buni o'rniga 3 qo'yib hisoblasam, B1 bizda teng bo'ladi 2 ga. Javobimiz D. 18-savol. Demak, faktorial berilgan. Bu savolda birinchi kasrda x plus 1 faktorial qisqartirishdan so'ng qoladi bizda. Ikkinchi kasrda x plus 2 qoladi. Va hokazo keyingi kasrlarda x plus 3 va x plus 10 teng bo'ladi 85 ga. Nima uchun bu holatda kasrda x plus 1 faktorial taqsim x faktorial, ya'ni suratdan mahraj 1 ga farq qilyapti. Mana buni oddiy misol orqali tushuntiradigan bo'lsam, 7 faktorial taqsim 6 faktorial bizda 7 ga teng bo'ladi. Tushunganingizdek, quyidagi kasrlarda ham aynan shunday holat bo'ladi va bizda 1 2 tartib bilan 10 gacha kelgani uchun 10 ta x bor bizda. 1 dan 10 gacha raqamlar yig'indisi 55 ga teng bo'ladi, teng 85. X ni hisoblasak 3 ga teng bo'ladi. Javobimiz C. 19-savol. Modulli tenglama berilgan bizda. Biz bunga o'xshash savolni yuqorida ko'rdik. Ya'ni mana 9-savolda aynan shunday modulli tenglama ko'rdik. Keling, bunday qilamiz. Sizlar bilan aynan bu 19-savolni sizlarga qoldiraman, ya'ni sizlardan yechim kutib qolaman. 20-savol. ABC uchburchak ichida BDF parallelogram yasaldi. Agar BD 12, DC 6 va AF 8 bo'lsa, FB ni so'ragan bizdan. Demak, bu chizmada ham o'xshashlikdan foydalanamiz. Ya'ni B burchak va F burchaklar mos burchak bo'lgani uchun teng bo'ladi. A burchak esa bizda umumiy burchak bo'lgani uchun teng. Ya'ni bu holatda B A S uchburchak bilan o'xshash F A E uchburchak. B S ni F E ga nisbati
18 ni mana bu FE bizda 12 ga teng bo'ladi. Parallelogram qarama-qarshi tomonlari. 18 ni 12 ga nisbati teng bo'ladi bizda BA ni x plus 8 ni FA ga 8 ga nisbatiga. 18 bilan 12 ni 6 ga qisqartirsak bo'ladi. 3 taqsim 2 qoladi. 2 bilan 8 ni ham 2 ga qisqartirsak 4 qoladi. X plus 8 esa 4 proporsiya bo'lib o'tsa 12 ga teng bo'ladi. X imiz teng 4 ga. Javobimiz A. Keyingi 21-savol. Demak, bu kasrni almashtirib yozib olsam 2 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan va hokazo 96 98 ko'paytirilgan 100 taqsim 1 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 7 ko'paytirilgan va hokazo 95 97 99 plus keyingisi o'z navbatida bittadan kamayyapti. Shunda bizda 4 dan boshlanadi. 4 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan va hokazo 98 ko'paytirilgan 100 taqsim mahrajda 1 qatnashmaydi. 3 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 7 va hokazo 95 97 99. Keyingisi ham o'z navbatida 6 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan 10 va hokazo 98 ko'paytirilgan 100 bo'ladi. Mahraj 5 ko'paytirilgan 7 ko'paytirilgan 9 va hokazo 97 ko'paytirilgan 99 bo'ladi. Plus va hokazo bizda 98 ko'paytirilgan 100 taqsim 97 ko'paytirilgan 99 plus 100 taqsim 99. Bu kasrda mana bu qismni ko'rsak bu qism bundan keyingi kasr bilan bir xil, aynan teng. Shunda bizda 2 taqsim 1, ya'ni 2 desak ham bo'ladi. Ikkita aynan bir xil kasrga yana bitta xuddi shunday kasrni qo'shyapmiz. Shunda bizda 3 ta 2 ta plus bitta 3 ta shunday kasr hosil bo'ladi. 3 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan va hokazo 96 98 ko'paytirilgan 100 taqsim 3 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 7 va hokazo 95 97 ko'paytirilgan 99. Aynan 4 burchak ichidagi kasrdan 3 ta bo'lyapti. Plus bu kasrni hisobladik. Endi to'g'ridan to'g'ri 3-kasrni yozaman. Mana bu kasrni 6 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan va hokazo 98 ko'paytirilgan 100 qism 5 ko'paytirilgan 7 ko'paytirilgan 9 va hokazo 97 ko'paytirilgan 99 plus va hokazo bizda 98 ko'paytirilgan 100 taqsim 97 ko'paytirilgan 99 plus 100 taqsim 99. Endi mana bu 3 bilan 3 ni qisqartib olsak bo'ladi va bizda yana ko'rish mumkin. Mana bu qismga e'tibor berasiz. Mana bu qism bundan keyingi kasr bilan aynan bir xil.
va birinchi holatda bu kasrdan 4 ta, mana 4 qolyapti. 4. Bunga yana xuddi shunday kasrdan bittasini qo'shsak, bizda 5 ta. Aynan shunday kasr hosil bo'ladi. 5 ko'paytirilgan 4 burchak ichidagi kasr 6 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan va hokazo bizda 98 ko'paytirilgan 100 taqsim 5 ko'paytirilgan 7 ko'paytirilgan va hokazo 97 ko'paytirilgan 99. Mana bu qismni belgilab olsam plus va hokazo 98 ko'paytirilgan 100 taqsim 97 ko'paytirilgan 99 plus 100 taqsim 99. Mana menimcha bu qonuniyatni tushundingiz, ya'ni yana davom ettirishni hojati yo'q. Qisqartirishlarni davom ettirsak, keyingisida mana 5 bilan 5 qisqaradi, 6 ta keyingi kasrdan qoladi, keyin 6 bilan maxrajdagi 6 qisqaradi va hokazo oxiri 99 bilan mana bu joyda 99 ta kasr qoladi, 99 qisqaradi va bizda 100 qoladi. Javobimiz 1. 22-savol. Shakllanmashtirish. Tenglik bor bizda. Mana bu x plus 10 taqsim ilzda x plus 5 ni so'rayapti. Berilgan ifodadan foydalanib minus 10 ni tenglikni ikkinchi qismiga olib o'tsak, x plus ilzda x 10 ga teng bo'ladi. Aynan mana bu 10 o'rniga x plus ilz ostida x ni yozib olishimiz mumkin. Taqsim ilz ostida x plus 5. Alohida qisqartirishdan foydalansak, x plus ilz ostida x plus 1 plus 5 teng bo'ladi. Bu qism birinchi berilgan ma'lumotdan 10 ga tengligini bilamiz. 16. Javobimiz C. 23-savol. Tenglamani yeching. Mana bu tenglamani eng oson yo'li, ya'ni vaqtdan ham yutamiz. Yechimlardan foydalansak bo'ladi. Yechimlardan foydalansak, x o'rniga odatda ilzdan chiqishi uchun kerakli bo'lgan sondan foydalanamiz. Ya'ni barcha yechimni qo'yib chiqsak ham vaqtimiz ketadi. Ilzdan chiqishi uchun x o'rnida 8 bo'lsa, 2 asosga ko'ra 8 3 bo'ladi. 3 plus 1 esa 4. 4dan 2 chiqadi. Tekshirib ko'ramiz. 4dan 2 chiqadi. Bu yerda bo'lsa 4 ko'paytirilgan 4 asosga ko'ra 8 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi. 2 bilan bu 4 qisqarsa 2 qoladi. 2 kere 3 6. 6 dan 2 ni ayirsam 4 bo'ladi. 4 dan yana 2 chiqadi. 2 plus 2 teng 4. Aniqlanish sohasiga ham to'g'ri keladi. Javobimiz D. 24-savol. Ko'rsatishli tengsizlik. Bu tengsizlikda 4 ko'paytirilgan 0.2, ya'ni 1 taqsim 5 kasrda ifodalasak, darajasida x kvadrat plus x minus 2 minus 3 ko'paytirilgan 5 deb 15 ni ifodalasak, yoki 5 ni 0.2 ni minus birinchisi ko'rinishda yozsak ham bo'ladi. Bizda 0.2 ni x kvadrat plus x minus birinchisi bor. Katta yoki teng 1 dan. Mana bu darajalarni qo'shib olsak, birinchi x kvadrat plus x minus 2 daraja bilan aynan bir xil bo'ladi va bizda bunday bir xil 4 ta
ifodamizdan 3 ifodamizdan ayirsak, bunday ifodadan bitta qoladi. 0,2 ni x kvadrat plus x minus 2-si. Katta yoki teng 0,2 ni 0-si deb yozib olamiz. Birni 0,2 larni asoslarini tashlab hisoblasak, x kvadrat plus x minus 2 kichik yoki teng 0,2 birdan kichkina bo'lgani uchun ishora almashadi va interval yo'li orqali ifodalaymiz. Minus 2 va 1 yechimlarimiz tenglik bor. Musbat, manfiy, musbat bo'lsa, aynan bu oraliq yechim. Nechta butun qiymatida o'rinli degan uchun minus 2, minus 1, 0, 1. 4 ta qiymatida o'rinli bo'ladi. Javobimiz 1. Keyingi 25-savol. Ahmad har 18 kunda, Salim har 30 kunda Jizzaxga kelib ketadi. Ular Jizzaxga kelgan ilk kundan so'ng eng kamida necha kundan keyin bir vaqtda Jizzaxga kelishadi? Bu ekuk bilan bog'liq bo'lgan savol. 18 kun va 30 kun uchun ekuk tanlaymiz. Aynan shuncha kundan keyin yana ular bir kunda uchrashadi. 18 va 30 ni ekuki 90 ga teng bo'ladi. Javobimiz C. Ya'ni ekukni kanonik yo'lma orqali hisoblashimiz mumkin. Keyingi savolimiz alfa va beta birinchi choraklarda tangens alfa teng 3 ga, kosinus beta teng 1 taqsim 3 ga. 2 sinus 2 alfa va 3 kosinus 2 beta nimaga tengligini hisoblab chiqamiz. 2 sinus 2 alfani ikkilangan burchak bo'yicha yo'yib olsak, 2 sinus alfa ko'paytirilgan kosinus alfa bo'ladi. Plus kosinus 2 betani esa 2 kosinus kvadrat beta minus 1 formula orqali hisoblaymiz. Va sinus alfa va kosinus alfa kerak bizda. Bu uchun uchburchak usulidan foydalansak bo'ladi. Ya'ni mana bu burchakni alfa deb olsak, bu burchakni tangenisi 3 ga teng ekan. Demak, katet 3, ikkinchi katet 1. Unda gipotenuza ildiz ostida 10 ga teng bo'ladi. Va bizda mana shu alfani sinusi va kosinusi kerak. Birinchi chorakda bo'lgan uchun musbat qiymatlar. Sinusi 2 ko'paytirilgan 3 taqsim ildiz ostida 10 bo'ladi. Kosinus esa 1 taqsim ildiz ostida 10 ga teng bo'ladi. Plus 3 ko'paytirilgan 2 kosinus kvadrat beta. Bizda kosinus beta berilgan 1 taqsim 3. Uni kvadrati esa 1 taqsim 9 bo'ladi. Minus 1. 4 12 taqsim 10 plus 3 bilan 9 qisqarsa 3 qoladi. 2 taqsim 3 minus 3 ga teng bo'ladi. Umumiy mahraj beramiz 10 ga. Buni 30 ga. Buni 3 ga ko'paytiramiz. Shunda bizda 36 plus 20 minus 90 taqsim 30 ga teng bo'ladi. 56 minus 90 34 ga teng, minus 4 taqsim 30 ga teng bo'ladi. Bu esa minus 17 taqsim 15 bo'ladi. Javobimiz 26-savol. 27-savol. Agar chizmada y teng fx plus 2 funksiya grafika tasvirlangan bo'lsa, quyidagi f minus topilsa f0 taqsim f minus birinchisi 2 ifodani qiymatini topishimiz kerak. Demak, fx plus 2 bu funksiya 2 birlik oy o'qi bo'yicha yuqoriga siljigan. Biz fx funksiyani topmoqchi bo'lsak, ortga qaytaramiz, ya'ni 2 birlik pastga siljitamiz funksiyani.
Mana bu bizda fx funksiya bo'ladi. Fx funksiyamizga -4 ni qo'yadigan bo'lsak, -4 da fx funksiya 0 ga teng bo'ladi. -4 nuqtamizda 0 ga teng. Nolga teng edi. Endi mana bu qism ikki birlik past kesilish natijasida f-4 da avval 0 ga teng edi. fx ikki birlik past kesilish natijasida -2 ga teng bo'ladi. Demak, -2 plus f0. f0 da 0 ga teng. Ya'ni f0 da avval 2 ga teng edi. Ikki birlik past kesilish natijasida 0 ga teng bo'ladi. Taqsim f-1. f-1 2 degani y ya'ni grafik jihatdan y da 2 bo'lgan nuqtada x nima bo'ladi? Shuni qidiramiz. Y da avvalgi holatda 2 bo'lgan nuqtada 4 edi. Ikki birlik past kesilish natijasida mana bu qism grafikda to'g'ri kelmayapti. Y2 da 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni mana bu holatda ko'rsak ham bo'ladi. Yana parallel pastga ko'chgani uchun 2 ga teng bo'ladi. Bu esa -1 ga teng. Javobimiz A. 28-savol bizda integral soddalashtirish orqali hisoblaymiz. Ilzosida x - 2, ilzosida x plus 2 taqsim ilzosida x - 2 integral dx. Mana bu qavslarni qisqartirsak, integralda ilzosida x plus 2 dx hosil bo'ladi. Integral oladigan bo'lsak, bu holatda daraja bo'yicha olamiz. X ni 1 taqsim 2-si darajaga 1 qo'shilsa 3 taqsim 2 bo'ladi. Bu 3 taqsim 2 ga bo'lib qo'ysak, 2 taqsim 3 x ni 3 taqsim 2-si plus 2x plus s natijaga ega bo'lamiz. Demak, fx bizda 2 taqsim 3 ilzosida x ni kubi plus 2x plus s. Bizda quyidagi ma'lumot bor. f0 da 1 taqsim 3 ga teng bo'ladi. X o'rniga 0 qo'ysak, 1 taqsim 3 ga teng ekan. Demak, bundan kelib chiqadi s 1 taqsim 3 ga teng. fx imizni ko'rinishi 2 taqsim 3 ilzosida x ni 3-si plus 2x plus 1 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Bizdan so'ragan narsa f1. X o'rniga 1 qo'ysak, 2 taqsim 3 plus 2 plus 1 taqsim 3 bo'ladi. Bu 3 ga teng. Javobimizda keyingi 29-savol. Tenglamaning ildizlari x1 va x2 uchun quyidagi tenglik bor. Endi barcha qiymatlari yig'indisini topishimiz kerak. Bu tenglik umumiy mahraj orqali ifodalasak, x1 plus x2 taqsim ilzosida x1 ko'paytirilgan x2 ga teng bo'ladi. Bu teng 4 ga. Viet teoremasi orqali mana bu yig'indi n plus 6 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. N plus 6 taqsim ilzosida ko'paytma esa
n plus 3 ga teng. Bu teng 4 ga. n plus 6 teng 4 ko'paytirilgan ildiz ostida n plus 3 kvadratga oshirsak n kvadrat plus 12n plus 36 teng bo'ladi 16n plus 48. n kvadrat minus 4n minus 12 teng 0. Bu yerda n teng 6, n teng minus 2. Yechimlar n ning barcha haqiqiy qiymatlari yig'indisini so'rabdi. Yig'indi bizda 4. Javobimizda. Va oxirgi savolimiz to'g'ri burchakli prizma bo'lib AD 3, AB 4, BF 2 ga teng. Tengliklar DP teng PS ga. DP PS ga teng. Mana bu teng. SRR F ga teng. Asoslari ABF va PSR bo'lgan kesik piramida hajmini toping deb. Demak, mana bu 2 ga teng. Bu 2 bo'lsa piramida, mana bu bizda balandlik. Bu piramidamizni to'ldirib olsak. Piramidani to'ldirib olsak. Mana bu bizdan so'ralgan hajm va katta piramida, ya'ni to'ldirib olgan piramidamizdan yuqoridagi piramidani, kichik piramidani ayirganimizga teng bo'ladi. Bizda katta piramida hajmi 1/3 S asos ko'paytirilgan h formula orqali hisoblansa, S asos bizda 4 ko'paytirilgan 2/2 4 ko'paytirilgan 2/2 mana bu to'g'ri burchakli burchak asos. Ikkilar qisqarib ketadi. 1/3 bilan qisqarmaydi. H bizda 3 ga teng. 3 bilan 3 qisqarsa teng bo'ladi 1/3. Demak, azizlar, mana bu yerda h o'rniga 3 ni emas, umumiy balandlikni olishimiz kerak. Shu joyni to'g'rilab ketaman. Bir taqsim 3 S asos bizda 4 ko'paytirilgan 2/2. Ko'paytirilgan h. Hni qanday topamiz? Bizda katta piramida bilan yuqoridagi kichik piramidani o'xshash deb olsak bo'ladi. Mana bu bizda 2 ga teng. H'imiz 3 ga teng. Yuqoridagi balandlikni kichik h bilan ifodalasak, 4 ni 2 ga nisbati 4 ni 2 ga nisbati teng 3 plus h ni h ga nisbati.
Bu yerdan 2h teng 3 plus h bo'ladi. Himiz ham 3 ga teng bo'ladi. Ya'ni yuqoridagi balandlik. Shunda umumiy balandlikka biz 6 olamiz. Ikkilar qisqarib ketadi. Bu bilan bu qisqarsa 2 va bizda katta piramida hajmi 8 ga teng bo'ladi. Kichik piramida hajmini o'xshash jismlar nisbatidan topsak bo'ladi. Ya'ni v katta piramida hajmini kichik piramida hajmiga nisbati teng bo'ladi o'xshashlik koeffitsiyentini kubiga. Ya'ni 4 taqsim 2 ni kubi. Bizda v katta piramida 8 ga teng va kichik teng bo'ladi 8 ga. U holda v kichik esa 1 ga teng bo'ladi. 8 dan 1 ni ayirsak 7. Kesik piramida hajmimiz 7 ga teng bo'ladi. Javobimiz C. 5-chi variant savollarni tahlilini ko'rib chiqdik. Aziz o'quvchilar, tahlil davomida tushunmagan savol bo'ladigan bo'lsa yoki qaysidir formulaga tushunmagan bo'lsangiz, bemalol izohlarda savolingizni aytishingiz mumkin. Rahmat hammaga. Keyingi tahlil jarayonlarida ko'rishguncha xayr.